Unaqa desang Guli, charchaversan. Uzunjon, men to'yni chotki qilib o'tkazib bilasan. Dada? Dadasi qamalganini aytmagansiz-ku? Hammasi tez bo'lib ketganda. So'q ovqat yemaganimga yamancha bo'lib ketuvdi. Yo'lda sovuq ovqat beraman. Ha? Sen bari tushunmaysan. Dada, nima qilyapsiz? Hozir havodan bahramand bo'lyapman. Molxonani oldidami? Aytdim o'zim, bir necha narsani hidi kelyapti. Shuncha mehnat qilib boqqan ho'kizlarim qani? To'yga sotdik, dada. Va shuncha ho'kiz bitta qo'ydi deb jalka ketibdi-da. Ha? Ba, shu narsa. Onang qani? Onam sizni kutdi. O'ldimi? Yo'q, xolam uyga ketdi, ertadan qaytarkanlar. Nima yig'layapsan aka? Yozaryapman, ko'rmayapsizmi? Odam mehnat qilish kerak. Yomon ish qilish kerak emas. Yomon ish qilib men nima ko'rdimman? Mehnat qilish kerak. Sport bilan shug'ullanish kerak. Mehnat qilgan odam charchamaydi. Lekin men charchadim. Hozir kirib uxlayman. Uzr, dadajon o'zi qachon qamalganlar? To'yimizdan bir kun oldin. To'yimizga 5 kun bo'ldi-ku.